ko'pchilik aliment to'lovchilarda uchraydigan muammo chetga chiqish bo'yicha taqiq. O'zi taqiq qanday holatlarda qo'llaniladi? Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42-moddasida aynan shu masalaga tushuntirish berib o'tilgan. Ya'ni aliment to'lash majburiyati yuklatilgan shaxs aliment to'lovlarini vaqtida to'lamasa yoki bo'lmasa qarzdorlikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, bevosita aliment oluvchining arizasi bilan yoki bo'lmasam davlat ijrochisi tomonidan aliment to'lovchi shaxsga vaqtinchalik chetga chiqish qarori amalda qo'llab qo'yilishi mumkin. Endi savol tug'iladi, yuqoridagi normada qarzdorligi bo'lsa deb ma'lumot berilyapti. Meni qarzdorligim bo'lmasa ham menga nisbatan taqiq qo'yib qo'yilishi mumkinmi? Umuman taqiq qo'yib qo'yilgan holatlar ham ushlab turibdi. Ya'ni meni qarzdorligim yo'q, hech qanaqa qarzdorligim yo'q, lekin taqiq qo'yildi. Bunday holatlarda qayerga murojaat qilishim kerak, nima qilishim kerak degan savollar tug'iladi tabiiyki. Aynan shunday holatlarda, ya'ni chetga chiqish bo'yicha vaqtinchalik cheklov qo'yiladigan bo'lsa, bu qarorni bekor qilish bo'yicha ma'muriy sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana savol tug'iladi, men 2 haftaga, 3 haftaga sayohat uchun xizmat vazifasi bo'yicha chetga chiqishimga to'g'ri kelib qoladigan holatlar bo'lib turishi mumkin. Shunaqa holatlarda ham agar menga nisbatan taqiq qo'yilgan bo'lsa, chetga chiqishimda muammo bo'lishi mumkinmi degan savol tug'iladi. Oila kodeksining 145-moddasiga asosan 3 oydan ortiq bo'lgan muddatga agar chetga chiqib ketayotgan bo'lsangiz va sizga taqiq qo'yilgan bo'lsa, agar shu 3 oygacha bo'lgan muddatga chetga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga nisbatan hech qanaqa taqiqda muammo yuzaga kelmaydi. Agar 3 oydan ortiq bo'lgan muddatga chiqib ketmoqchi bo'lsangiz va aniq ma'lumoti bo'lsa, ya'ni haqiqatan 3 oydan ortiq bo'lgan muddat bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha 3 oydan ortiq bo'lgan muddatga ketayotganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotingiz bo'ladigan bo'lsa ham, sizni aliment to'lovlaridan qarzdorligingiz vujudga kelgan bo'lsa, aliment qarzdorligingiz bo'ladigan bo'lsa, vaqtincha cheklash to'g'risidagi qaror amalda qo'llaniladi, ya'ni bekor bo'lmaydi. Chetga chiqishingizda turli xil muammolarga duch kelishingiz mumkin. Endi taqiqni olish bo'yicha to'liq tushuntirish beradigan bo'lsak, agar sizni aliment to'lovlaridan qarzdorligingiz bo'lsa va sizga nisbatan taqiq qo'yilgan bo'lsa, birinchi o'rinda aliment oluvchi shaxs bilan kelishuv amalga oshirishga harakat qilib ko'rishingiz kerak. Agar kelishib bilmaydigan bo'lsangiz, garov yoki bo'lmasa 5 yillik aliment miqdorini o'rtacha oylik shaklda belgilanishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha topadigan oylik daromadlaringiz hisobidan bemalol to'lashingiz mumkin. Bu masala sud tartibida amalga oshiriladi. Ba'zi hisoblash miqdorini 250 baravaridan ortiq bo'lgan qiymatdagi mulkni garov sifatida qo'yib ketishingiz mumkin yoki bo'lmasam 5 yillik aliment to'lovlarini oldindan to'lash orqali sizga nisbatan qo'llanilgan taqiqni eshittirishingiz mumkin. Shu va shunga o'xshash masalalarda malakali advokat xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.